Gulmira, bo'ydo yigitlar gapingiz bormi? Bor. Bo'ydo yigitlarga hozir bir hikoya aytib beraman, diqqat qilinglar. Bir qadimda yosh kelin-kuyov turmush qurishibdi va yigit ayoliga aytibdi, bir 5 barmoq qilinchi qo'lingizdan bir xamir yeylik debdi. Kelin o'shanda men xamir yoshni bilmayman, men o'rganmaganman debdi. Oldimga tushing unda, adingizni uyga olib boraman debdi-da, adasini oldiga olib kelibdi qizni. Qizingiz xamir yoshni bilmas ekan, nimaga menga uzatdingiz debdi. Qaynotasi, qizni adasi shunda qarab turib, shunaqa deng kuyov bola. Bo'ldi. Hozir meni qizim xamir yoyadi. Siz ungacha borib, naryodagi bitta qo'chqori ko'rdingizmi? O'sha qo'chqori so'yib, 5 barmog'iga tayyor qilib, bo'laklab olib keling. Qizim ungacha xamir yoyib qo'yadi debdi. Kuyov bola keyin aytibdi, "Men adajon, qo'y so'ymaganman. Qo'y bo'g'izlashni bilmayman" debdi. Shunda qaynotasi kulibdi. 5 barmoq yeyishni bilgan odam qo'y so'yishni ham bilish kerak, o'g'lim debdi. Qissa shuki, yigitlar bir narsani talab qilayotganda, siz o'zingiz o'sha insonga, o'sha narsaga mos bo'lishingiz kerak. Avval talabingizni o'ylab ko'ring, undan keyin qizlardan bir narsani talab qilinglar.